Bir hafta davomida yumshoq turadigan pryaniklarni tayyorlab ko'rsangiz, qaytib do'konlarga kirib, pryanik sotib olmaysiz. Un va shakarni aralashtirib, ustidan qaynoq emas, issiqni sut quyamiz. Tog' shakari eriguncha yaxshilab aralashtirib, ketidan pista yog'i, soda, razrexitel, kakao solib yaxshilab aralashtirib, oxirida ilangan un solamiz. Suyuq xamirimizni qo'lda emas, qoshiqda to shu holatga kelguncha yaxshilab aralashtiramiz. Xamirimizni oson ishlash uchun ustidan bir qoshiq un sepamiz va ikkiga bo'lib, birin-ketinlik bilan yoyib, pryaniklarga xos shaklda kesib olamiz. Yuzlarimizga teramiz va 180 gradusda 10-15 daqiqa pishirib olamiz. Glazur tayyorlaymiz. Avval tuxum oqi va shakar upasini yaxshilab aralashtiramiz. Shu holat paydo bo'lganda ustidan limon sokini quyib, yana biroz aralashtiramiz. Ungacha esa 40 ta pryanikimiz tayyor bo'ladi. Har bir pryaniklarimizni glazurlarimizga botirib, 10-15 daqiqa ochiq havoda quritib olamiz. Endi o'zingiz ayting. Juda ham arzimagan mahsulotlar bilan tayyorlagan pryanikimiz naqadar go'zal.